А теперь внимание! Заряд эмоций только набирает обороты вместе с нами. Этот драйв поддерживает Gorilla Energy Drink. Oltmış 1 килограмм вазон toifasi. Второй поединок мейн-карда. Официальное представление бойцов. Первое — синий угол Кокбурчакта. Бойцу 30 лет. Его рост 1,70 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Он мастер спорта и чемпион Кыргызстана, чемпион Азии по ММА. Представляет бойцовский клуб Альмунар Ош Кызылсу, Кыргызстан. Кобра Арген Маратбекула. Raqibat Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 32da, bo'yi 170 сантиметр, vazni 61 килограмм. Он мастер спорта по ММА, призер чемпионата Узбекистана по греко-римской борьбе, представляющий representing American Top Team Узбекистан Самарканд. Here is Firdaus Hasanov. Halil Mamiyev, Qozog'iston. Demak do'stlar, jangni Halil Mamiyev boshqarib boradi. Main kartning ikkinchi qarama-qarshiligi. Argen Maratbekulu Qirg'iz Respublikasidan va uning raqibi mamlakatimiz vakili Firdaus Hasanov. Qizil burchakda jang olib bormoqda Firdaus. Bahs boshlandi.
Argenni ko'p kuzatganmiz, uni ham va aytib o'tishimiz kerak anchagina kuchli parterchi, ya'ni grappler. Parterda yaxshi jang olib boradi. Firdavsga esa farqi yo'q. Parterda ham, zarbalar mashinuvida ham anchagina kuchli jangchi hisoblanadi. Ha, hozirgi uchrashuv taktik jihatdan eng qiziqarli uchrashuvlardan biri. Va albatta Argenni aytib o'tishimiz kerak, vaqtida hozirgi UFC jangchimiz Ramazon Temirov bilan jang qilgandi va Ramazonni ham jangni boshida qiynagan edi kurashi bilan. Va keyin Ramazon ustunlik qilgandi va g'alaba qozongandi. Hozir Firdavs ham vaqtini kutyapti. Jismoniy jihatdan juda ham kuchli ko'rib turibmiz Argen va Firdavsni anchagina olgan tajribasi ish beradi deb o'ylayman bu jangda. Yana ko'rsatma ishlayapmiz. Furqatbek Yakubov juda ham faol Sekundant bugun. sekundant bo'lyapti. Ya'ni jangchilarimizga juda ham jon kuydiryapti deyish mumkin. Oyoq zarbasi xavf tug'diradi. Haqiqatan ham jangni parterga o'tishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham imkon qadar mana shunday holatlarda Kerak Hasanov calf kick zarbasi yaxshi o'xshadi Hasanovda va mana shu zarbalarni davom ettirish kerak bo'ladi. Hozirda biroz xatoga yo'l qo'ydi chunki aynan Argen chiqib ketdi. kurash uslubiga kirishga harakat qilayotganda unga yaqinlashish biroz Firdavsni qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Oyog'ini ehtiyot qilishni boshladi, ko'rib turibmiz. Va bu signal bo'lish kerak. Calf kick zarbalari uchun. Chiqib kerak to'g'on chekkasidan imkon qadar tezroq bu ishni amalga oshirish shart. Har bir o'tayotgan soniya hozir Firdavsning kuchini so'rab olishi mumkin. O'tkazadi hozir jangni parterga. O'z burchagiga olib boryapti va tashlashga biroz ikkilanib turibdi chunki Firdavs hozirda gilyotina bilan xavf solyapti. Gilyotina qanchalik amalga oshishi mumkin hozir Boburbek? Qanchalik amalga oshishi mumkin Qo'l gilyotina? hozir o'tgan, lekin bo'yindan o'tgan, lekin ikkinchi qo'l bilan zahvat. Hushidan ketish arafasida hushidan ketdi. Va jang yakuniga yetmoqda. Kuchli parterchini gilyotinada bo'g'ishga muvaffaq bo'lmoqda. Firdavs Hasanov. Nima Boburbek, lekin bu holatni kutmagan edik. Xuddi shuni. Jangdan har narsani kutganlik, lekin buni emas. Aql bovar qilmaydi. Mana tajriba haqiqatda aytganimizdek, Firdavs raqibi xato qilishini kutdi va amalga oshdi bu narsa. Argen o'z uslubini qurboniga aylandi deyishimiz mumkin. O'z burchagiga olib bordi, yiqitishga harakat qilayotgan edi, lekin o'z vaqtida ushlab olgan ekan. O'z vaqtida bog'lab, qulf solingan ekan. Yiqdi, ushladi, bog'di va g'alaba qozondi. Firdavs Hasanov. Bir qaraganda qirg'izistonlik sportchi o'z foydasiga hal qilayotgan, lekin bitta xato. Mana bunday darajadagi sportchilarga bunday xato qo'yish kerak emas. Bitta taktik xato, qo'l ozgina pastga yoki tepaga bo'ldi. Natijalardan kelib chiqib kutayotgan edik. Ko'proq parterga o'tmaslikka harakat qildik. Hozir shu ko'targanda ikkalamizdan xafa bo'ldik. Yuqoriga o'z burchagiga, qo'l burchagiga olib keldi, lekin tashlamasligi, chunki qo'li o'tib bo'lgan edi. Aniq ko'zga tashlab turgan edi, ammo biroz tashladi. Ushlash noto'g'riligi, lekin quruq o'ziga xos tarzda solingan ekan, tortib bo'lgan ekan. Va bu qo'ldan chiqib keta olmadi. Keragidan ortiq ishonib yubordi Argen o'zini bo'ynini bermasligiga. Va mana xato. Albatta.
Ushbu e'lon jangda qilamiz. bo'g'ish usuli bilan g'alabaga erishdi. В данном поединке победу решающим приемом одержал American Top Team Samarqand Firdaus Hasanov. Xonimlar, janoblar, Firdaus Hasanov. Assalomu alaykum Samarqand. To'g'risini aytsam, bu jangni 1 oy oldin olganman. Podgotovka uchun yaxshi vaqtga bo'lmadi. No. Saperligim ham 2 kilo vez qolmadi. Argen juda ham kuchli bayet. 10 yil oldin men bilganman, juda ham kuchli bayet. Vez qolmasga qat'iy nazar men bu bo'yni oldim. Samarqand uchun, sizlar uchun, O'zbekistonda birinchi urushim, hammasi sizlar uchun. Firdaus, hamma biladi, 1 yildan beri urushmadingiz. 1 yildan keyingi yutish hissiyoti qanaqa? Juda ham bu paytda juda ham orzu qilganman, chunki nima uchun deganaman, tug'ilib o'sgan joyimda nafaqat tug'ilib o'sgan joyim, bu O'zbekistonda urushmagan, bu birinchi bo'yim. Juda ham xursandman. Agar shu kelgan hamma muxlislarni xursand qilgan bo'lsam, adushi hammadan xursandman. Xonimlar, janoblar, Firdaus Hasanov. Jasur aka, agar 2 oy muhlat bersangiz, xudo xolasa, King Kong kesam, vez qilib kelsa 57 kiloda tayyorman, xudo xolasa. Rahmat aka. Mangu, let's go! Ajoyib fikr bildirdi. King Kong kelsa ham farqi yo'q. Haqiqatan Firdaus Hasanov bunday kuchli raqibga qarshi 1 oy muddat qolganda jangni qabul qilganligi o'zi ham uni qanchalik qo'rqmas jangchiligini isbotlaydi. Mana o'sha bo'g'ib qo'ygan holati bizga takror namoyish etishmoqda. Mana shu yerning o'zida ma'lum bo'lganida keyinchalik Halil Mamiyev bahsni to'ldiryapti. Biroz kechikkan bo'lishi ham mumkin ushbu holatda. Endi bilish qiyin edi baribir. Referini tushunamiz.